Surxondaryolik qurilish qilayotgan akalarimiz uchun zo'r taklifimiz bor. Uyingizni mana shunaqangi fasatni aboy qildiradigan bo'lsangiz, yozda, qishda mana shunaqangi loy bo'lib qoladigan taqdirda ham bitta suvni sepasiz. Mana qarang, mana shunaqangi top-toza bo'ladi. Videoga bitta laykni bosib qo'ying, sizga sodda qilib tushuntirib beraman. Ko'rib turganingizdek, hamma joyi fasatni aboy, ya'ni gipki kamin qilingan original marmar toshlardan. Mana buni qarang, turishini qanaqangi chiroyli, sizga yoqqan bo'lsa bitta laykni bosib qo'ying. Bu fasatni aboyimiz 10 yilgacha sifati o'zgarmaydi. Original marmar toshlardan do'l yog'adimi, muz yog'adimi, yondirasizmi, 10 yilgacha umuman sifati o'zgarmaydi. Sizga eng yoqadigan joyini aytaman. Bu fasatni aboyimiz tayyor bo'lguncha ustakalarimizga hech qanaqa rasxod qilmaysiz, bitta shurf ham olib bermaysiz. Hammasini o'zlari olib kelib bitirib ketishadi. Kvadrat metri 90 ming so'mdan ustakalarimizga shunchaki obetini, non choyini berib tursangiz bo'ldi. Agarda bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz, sizga 95 ming so'm qilib berishadi deb hazillashamiz. Albatta sizga chiroyli bonus qilib berishadi. Gipki kaminimizda sifatiga 100% kafolat beramiz dedik. Aynan mana shu uyimiz 3 yil oldin qilingan. Mana buni qarang, holati kecha qilingan bilan bir xilday bo'lib turibdi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Uyimizga sariq, oq, qora ranglar kombinatsiya qilingan. Sizni xayolingizga qanaqa rang keladigan bo'lsa, ustakalarimiz aynan o'sha dizaynni chiqarib berishadi. Siz ham uyingizga mana shunaqangi chiroyli, sifatli narsa qildiraman degan bo'lsangiz, pastga ustakalarimizning raqamlarini qo'yamiz. Bemalol tortinmasdan aloqaga chiqing. Surxondaryoni xohlagan joyiga xizmat ko'rsatadi.